Lada mashinasini olib qoldik. Bu mashina signalizatsiya, pult, mikrofon, kolonka, polni ustanovka qilib beramiz. Ko'rishingiz mumkin. Mana kolonkasi, mikrofoni, signalizatsiya, sentr zamo, video registratorlar. Xudo xohlasa ishlab boshladik. Xudo xohlasa mana kolonkalarni alishtirib, signalizatsiyadan ustanovka qilishni boshladik. Kamerani orqasini o'tkazamiz. Ham bunaqa sim bo'ladi. Bu simni xazaystengiz sotadi. Bir 2 metr olib qo'ysangiz sizlarga ancha yetadi mana. Shuning uchun oldin o'tkazib olib, mana sekin bu yoqdan tortsanglar, bu yoqdan o'tkazib olish osonroq bo'ladi. Mana shu video registratorlarni ustanovka qilib qo'ydik. Mikrofonni uch pashga qo'yilyapti, ishlayapti. Tayyor bo'ldi. Mana signalizatsiya ustanovka qilib berdik bu mashinaga. Video registratorlarni qo'yib berdik. Mikrofonlarni ustanovka qilib berdik. Bemalol ko'rishingiz mumkin mana. Mana mikrofonlarni qo'yib berdik mana. Hamma narsa ishlayapti. Bu mashinamizda qatfaniylarga omat, formizlari, avariykalari, mana hamma narsasi full variantda ishlayapti, xudo xolisa. Yopyapti, mana ochyapti. Mana pultni bosib bagaj o'chaganlarga ishlayapti. Yana bir marta ko'rsatib o'tamiz, mana pultni bosib bagaj o'chaganlar ishlayapti. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar bo'lsa, ertasiga elektrooborot, pult, signalizatsiya, starter, generator, polni full variantda ishlatib beramiz. Bu videoni shunaqa Lada Spark'larga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.